ربي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan tanvin darsimizni o'tamiz. Ya'ni Muallim Soniy kitobidagi tanvin. Tanvin nima degani? Tanvin degani u yo fatha bilan keladi, yo kasra bilan keladi, yoki domma bilan keladi. Tanvin aytishlik uchun bitta sukunlik nun ziyoda qilamiz. Mana sizlarga yozib ko'rsataman tanvinni. Demak, tanvin ikkita fathadan iborat. Mana. Ikkita fathadan iborat. Bu nima deyiladi? Tanvin harakati yoki ikkita kasradan yoki ikkita dommadan. Mana shu vaqtda bir sukunlik nun ziyoda qilib aytamiz. Sukunlik nun. Mana. An degan. An yoki kasralik nun. In yoki dommalik nun. Un. Ya'ni mana an, in, un. Mana bu alomat, mana shuni, ya'ni bu yozilmaydi xatda. Lekin mana ikkita fatha kelib qolgan bo'lsa, an, agar harfning ustida bo'lsa an yoki ostida bo'lsa in, ustida bo'lsa un deb o'qilinadi. Masalan, alif ustida ikkita alomati bor. Nima deyiladi? An deyiladi. Alif ostida ikkita alomat bo'lsa in deyiladi. Alif ustida ikkita domma bo'lsa un deyiladi. Masalan, ba harfiga ham xuddi shunday. Mana ba harfi mana. Bitta bo'lsa ba deyiladi. Ikkita bo'lsa ban. Ba bo'lsa, masalan, ostida ikkita chiziq bor. Bin. Ba harfi ustida ikkita domma bor. Bu bun. Har ban, bin, bun, tan, tin, tun. Bu xuddi shunday o'qilinaveradi. Demak, Muallim Soniy kitobimizga qaytamiz. Kitoblaringga qaranglar, men hozir o'qib ko'rsatib beraman. Ya'ni birgalashib o'qiymiz. Demak, tanvinli harflar. An, in, un. An, ban, tan, san, jan, han, xon, dan, zan. Undan keyin kelgan alif o'qilinmaydi. Yozuvda bo'lgan bilan u o'qilinmaydi. Bundan keyingi darsimiz inshaalloh alif darsimiz bo'ladi. Mana bir alif ziyoda qilinyapti. Hamza vasliya va ustida tanvini bor va bitta alif ziyoda qilinyapti. U alif yozuvda bo'lgan bilan o'qilinmaydi. Zan, ron, zan, san, shan, son, don, ton, zon, an, g'on, fan, qon, kan, lan, man, nan, wan, han, yan. Endi kasralik tanvinda aytamiz. O'qiymiz birgalikda. In, bin, tin, sin, jin, hin, xin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, bin,
طن ظن عين غن فن قن كن لن من نن وin hin yin. Endi esa dommalik tanvinni o'qiymiz birgalikda. Un bun tun thun jun hun khun dun zun run zun sun shun sun dun tun lun un gun fun qun kun lun mun nun wun hun yun. ثوبا ثوب ثوب فوتا فوت فوت ليثا فوج لوح فرقا طود عوذ دورا فوز قوس عرشا عرض حوض سوطا غيظ شرع ثرغا خوف شوق دركا حول نوم لونا دلو شره. Endi esa tanvinli tashdidlarni o'tamiz. Xuddi shu tanvinimizni ya'ni ostida tashdidni o'tdik-ku yuqorida darsimizda. Oldingi darsimizda o'tdik tashdid harfi, ya'ni bir harfni 2 marotaba o'qishlik. Masalan, robba. Endi esa shu tashdidni ustida tanvin bo'ladi. Tashdidni ustida tanvin bo'ladi. Tanvin ham tanvinda o'qiymiz, ham tashdidli o'qiymiz. Masalan, robba bo'lsa robban, robban, robbin. Aslida nima bo'lgan? Robbin, robbin, robbin. Robbun, robbun. Oxiriga sukunlik nun qo'shilgan. Oxiriga sukunlik nun qo'shilinadi. Tanvinda o'tdik. Robbun, robbun. Habban, barron, jarron, massan, kaffan, mannan, sittin, sirrin, hillin, hissin, izzin, birrin, durrun, zullun, ummun, khuffun, burrun, kullun. Mubyaddan, mubyaddan. Muswaddin, muswaddin. Musfarrun, musfarrun. Muhmarran, muhmarran.
muhdarrin muhdarrin muhtazzan muhtazzan muhtajjin muhtajjin munsaddun munsaddun mudtarrin mudtarrin muhtassun 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 mustariddan mustariddan. Demak, dal harfidan ham tanvin bilan o'qiyapmiz, ham tashdidli o'qiyapmiz. Mustariddan mustahibbin mustahibbin mustahillun mustahillun mustadillan mustadillan musta'iddin musta'iddin. Mana azizlar, sizlar bilan demak tanvinli harfni bilib o'tdik. Demak, tanvin harfi qanday ekan? Ikkita fathaning bir bo'lib qolishligi, ikkita fathaning ketma-ket kelishligi, bir xilda yozilishligi demak tanvin alomati ekan. Biz doskaga yozib ko'rsatdik sizlarga. Demak, shu paytlarda an yoki in yoki un qilib o'qilinadi. Endi tashdid desa, tashdidda undan oldingi darsda o'tdik. Tashdidda bir harfni 2 marotabadan o'qishlik. 2 marotabadan mustariddan. Dada 2 marta o'qiyapmiz. Mustarid birinchi sukunlik, ikkinchisi fathalik va uning ustida va unga zoida, unga sukunlik bitta nun ziyoda qilib olib keldik. Mustariddan aslida. Endi biz uni birgalikda o'qiymiz, birdaniga mustariddan deb. Xuddi shunday qolgan harflar ham, qolgan so'zlar ham xuddi shuni singari o'qilaveriladi. Bugun darsimiz demak mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Albatta siz o'qing, o'qib albatta bizga yo'llang. Inshaalloh biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Alloh taolo o'z darslarimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Mayli, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.